oyda mana shu kundan hozirdan boshlab keyin gunoh qilsangiz, bizda bir maqol bor-ku, bir gunoh ish qilib qo'yadi-da, shayton meni yo'ldan urdi deydi. Endi unaqa deya olmaydi. Shaytonlar zanjirband qilindi. Endi bu oyda kim gunoh qilsa aynan o'zi qilgan bo'ladi. Aynan o'zi bo'ladi. Oynaga qarab, qilayotgan qilmishingizga qarab, birodar bir tafakkur qiling. Bugun qilayotgan qilmishimiz dangasalik bo'ladimi, nafs bo'ladimi yoki yomonlik bo'ladimi? Uni vasvasa deb bundan oldingi oylarda aytganmizmi? Nimadirlar bahona qilgan bo'lsak, bahonani chetga suringda, bugundan boshlab erta indin Ramazonning oxirigacha qilayotgan ishlaringiz aynan o'zingiz o'sha. Unda shaytonning biror bir aybi yo'q. Shaytonni bugungi kunda bahona qila olmaysiz. Chunki shaytonlarni Alloh Ramazon kirishi bilan zanjirband qildi. Shuning uchun Alloh taolodan fazl so'rangki, Alloh